Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga 1 avgustdan boshlab hayotimizga ta'sir qiladigan o'zgarishlar haqida aniq, tushunarli va amaliy tilda gapirib beraman. Bu ma'lumot har bir oila, har bir haydovchi, har bir tadbirkor, har bir talaba, har bir pensioner va oddiy ish haqi olib yashayotgan inson uchun muhim. Chunki o'zgarishlarni oldindan bilgan odam ortiqcha jarima, ortiqcha xarajat, navbat, hujjatdagi xato kutilmagan muammolardan o'zini saqlab qoladi. Hozir videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men faqat nima o'zgardi demayman. Balki siz nima qilishingiz kerak degan eng muhim savolga ham javob beraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar kech eshitilsa ko'pincha pul va vaqt yo'qotiladi. Avval ko'pchilik odamlar davlat xizmatlari, kommunal to'lovlar, jarimalar, nafaqalar, kreditlar, shartnomalar yoki hujjatlarni eski odat bo'yicha yuritardi. Ya'ni kimdir hujjatni qog'ozda saqlardi, kimdir to'lovni oxirgi kunga qoldirardi, kimdir qarzdorlikni tekshirmasdi. Kimdir telefoniga kelgan SMS yoki kabinetdagi bildirishnomalarga e'tibor bermasdi. Natijada bir qarashda kichik bo'lgan masala keyin katta muammoga aylanardi. Masalan, elektr yoki gaz bo'yicha qarzdorlik chiqib qoladi. Jarima vaqtida to'lanmagani uchun miqdori oshadi. Subsidiyaga ariza topshirishda bitta ma'lumot noto'g'ri bo'lgani uchun rad javobi keladi. Yoki bolani bog'cha, maktab, oliygoh, ish joyi bilan bog'liq hujjatlarda kechikish paydo bo'ladi. 1 avgustdan keyingi davrda asosiy o'zgarish shundaki, ko'p jarayonlarda nazorat kuchayadi, raqamli tekshiruvlar ko'payadi, to'lov va hujjatlarda aniqlik talab qilinadi. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Endi keyin bilib olamiz, o'zi o'tib ketadi. Biror tanish orqali hal qilamiz degan yondashuv kamroq ishlaydi. Chunki tizimlar bir-biri bilan ko'proq bog'lanmoqda. Soliq, kadastr, bank, kommunal tashkilotlar, davlat xizmatlari, ijtimoiy himoya, transport, ta'lim va boshqa sohalarda ma'lumotlar elektron ko'rinishda solishtiriladi. Shu sababli sizning bir joydagi qarzdorligingiz yoki noto'g'ri ma'lumotingiz boshqa xizmatdan foydalanishda ko'rinib qolishi mumkin. Bundan qo'rqish kerakmi? Menimcha vahima qilish kerak emas, lekin tayyorgarlik ko'rish shart. Chunki o'zgarishlardan eng ko'p aziyat chekadiganlar odatda qonunni buzmoqchi bo'lganlar emas, balki oddiy e'tiborsizlik qilgan odamlardir. Masalan, pasport ma'lumotini yangilamagan, telefon raqamini eski raqamda qoldirgan, ijara shartnomasini rasmiylashtirmagan, avtomobil jarimalarini tekshirmagan, kommunal hisoblagich ko'rsatkichlarini noto'g'ri bergan yoki bolalar nafaqasi uchun arizada daromad ma'lumotlarini to'liq kiritmagan insonlar. Birinchi asosiy qism nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak va kim ortiqcha tashvishlanmasligi kerak. Eng avvalo, avgustdan keyin har bir fuqaro o'zining shaxsiy ma'lumotlarini tartibga solishi kerak. Bu juda oddiy eshitiladi, lekin amalda eng ko'p muammo aynan shu yerdan chiqadi. Sizning pasportingiz, ID kartangiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, bank kartangiz, soliq identifikatsiya raqamingiz, kadastr hujjatlaringiz, avtomobilingizga oid ma'lumotlar va kommunal hisoblaringiz bir-biriga mos bo'lishi kerak. Agar siz boshqa manzilda yashayotgan bo'lsangiz, lekin tizimda eski manzil turgan bo'lsa, ayrim bildirishnomalar sizga yetib kelmasligi mumkin. Keyin esa siz men bilmagan edim deysiz. Lekin tizimda qarzdorlik yoki muddat o'tib ketgani ko'rinadi. Oddiy misol keltiraman. Toshkentda ijarada yashayotgan yigit bor, o'zi esa viloyatda ro'yxatda turadi. U avtomobil jarimasini vaqtida ko'rmaydi. Chunki telefon raqami eski. Jarima 15 kun ichida chegirma bilan to'lanishi mumkin bo'lgan holatda ham u buni bilmay qoladi. Keyin to'lovni kechiktirgani uchun to'liq miqdorda to'lashga majbur bo'ladi. Agar jarima 30 ming so'm bo'lsa, vaqtida xabar topmagan odam chegirmadan foydalana olmaydi va qo'shimcha xarajat qiladi. Bu yerda gap faqat bir yoki 20 ming so'mda emas, gap tartibda. Bir marta tartibga solib qo'ysangiz keyin ko'p muammolarning oldi olinadi. Ikkinchi muhim yo'nalish kommunal to'lovlar. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi va boshqa xizmatlar bo'yicha hisob-kitoblar tobora aniqroq yuritilyapti. Men tomoshabinlarga shuni alohida aytaman. Hisoblagich ko'rsatkichini taxminan emas, aniq kiriting. Uyda yashayotgan odamlar soni o'zgargan bo'lsa, tegishli tashkilotga xabar bering. Agar uy egasi boshqa, yashovchi boshqa bo'lsa, to'lov masalasini og'zaki kelishuv bilan qoldirmang. Chunki ertaga qarzdorlik kimning nomida turgan bo'lsa, talab ham o'sha odamga boradi. Masalan, bir oila kvartirani ijaraga beradi. Ijarachi 6 oy yashaydi, kommunal to'lovlarni keyin to'layman deb yuradi. Uy egasi esa tekshirmaydi.
6 oyda elektrdan 700 ming so'm, gazdan 400 ming so'm. Suv va chiqindidan yana 2 ming so'm qarz yig'iladi. Jami 20 million 300 ming so'm. Ijarachi chiqib ketgandan keyin uy egasi bu qarzni o'zi yopishga majbur bo'ladi. Shu sababli 1 avgustdan keyingi davrda ijara munosabatlarini rasmiy, yozma va aniq qilish juda muhim. Har oy oxirida hisoblagich ko'rsatkichi suratga olinadi, to'lov cheki saqlanadi, ijara shartnomasida kommunal to'lov kimning zimmasida ekani yoziladi. 3-masala tadbirkorlar uchun juda muhim. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, do'kon yuritsangiz, xizmat ko'rsatsangiz, onlayn savdo qilsangiz, kassa, terminal, elektron chek, shartnoma va soliq hisobotlarini tartibga keltiring. Hozir ko'p odamlar kichik savdo qilaman, hech kim ko'rmaydi deb o'ylaydi. Lekin bank kartasiga muntazam tushumlar, yetkazib berish xizmatlari, reklama orqali savdo, ijtimoiy tarmoqlardagi buyurtmalar ham umumiy moliyaviy rasmni ko'rsatib beradi. Men qo'rqitmoqchi emasman, lekin oddiy haqiqatni aytaman. Daromad bor joyda hisob kitob ham bo'lishi kerak. Misol uchun, uyda tort pishirib sotadigan ayol oyiga taqadimta buyurtma oladi. Har bir tort o'rtacha 2 ming so'mdan sotilsa, oyiga 20 million so'm tushum bo'ladi. Xarajatlar, mahsulot, gaz, elektr, yetkazish, qadoq va reklam bo'lishi mumkin. Lekin tushum muntazam bo'lsa, bu oddiy shaxsiy pul o'tkazmasi emas, iqtisodiy faoliyat belgisi bo'lib ko'rinadi. Shuning uchun bunda inson o'z faoliyatiga mos eng qulay rasmiy shaklni tanlashi kerak. Yakka tartibdagi tadbirkorlikmi? O'zini o'zi band qilishmi yoki boshqa huquqiy shaklmi? To'g'ri tanlov jarimalardan saqlaydi va aksincha bank bilan ishlash, kredit olish, hamkorlar bilan shartnoma qilish imkonini kengaytiradi. 4-yo'nalish ijtimoiy nafaqalar, moddiy yordam va subsidiyalar. Bu masalada eng katta xato shuki, ba'zi odamlar ariza topshirsam bo'ldi deb o'ylaydi. Aslida esa tizim oilaning daromadi, mulkiy avtomobili, bankdagi ayrim harakatlari, ish joyi va boshqa ma'lumotlarni solishtirishi mumkin. Agar siz arizada oiladagi real holatni noto'g'ri ko'rsatsangiz, rad javobi kelishi ehtimoli oshadi. Ba'zan odam ataylab emas bilmasdan xato qiladi, masalan. Oilada bir kishi vaqtincha ishlamayapti deb o'ylaydi. Lekin tizimda u rasmiy ish sifatida ko'rinadi. Yoki eski avtomobil allaqachon sotilgan, lekin nomi hali o'tmagan. Natijada yordamga muhtoj oila ham hujjatdagi nomuvofiqlik sababli qiyinchilikka duch keladi. 5-yo'nalish talabalar, ota-onalar va ta'lim bilan bog'liq oilalar uchun. Avgust oyi o'zi ham ta'lim mavsumiga tayyorgarlik davri. Kontrakt, stipendiya, yotoqxona, ijara, hujjat topshirish, o'qishni ko'chirish, maktab formasi, bog'cha to'lovi, repetitor xarajatlari, transport xarajatlari, bularning hammasi oilaviy byudjetga bosim qiladi. Men ota-onalarga maslahat beraman. Xarajatlarni oldindan yozib chiqing. Masalan, bir talabaning oyiga ijarasi 1 million 500 ming so'm, ovqatlanishi 1 million 200 ming so'm, transporti 300 ming so'm, aloqa va interneti 1 ming so'm. Darslik va boshqa xarajatlari 400 ming so'm bo'lsa, oyiga kamida 3 million 5 ming so'm kerak bo'ladi. Bunga kontrakt to'lovi qo'shilsa, oilaga juda katta yuk tushadi. Shuning uchun kredit bo'lib to'lash, kontrakt muddatlari, stipendiya va yotoqxona masalalarini oxirgi haftaga qoldirmang. 6-yo'nalish haydovchilar. Haydovchilar 1 avgustdan keyin eng avvalo jarimalar, sug'urta, texnik ko'rik, ishonchnoma, avtomobil nomi, yo'l harakat qoidalariga oid elektron bildirishnomalarni tekshirish kerak. Ko'p haydovchilar avtomobilni sotadi, lekin rasmiylashtirishni kechiktiradi. Keyin yangi foydalanuvchi jarima qiladi, eski egaga xabar keladi. Yoki sug'urta muddati tugagan bo'ladi. Odam esa buni faqat YPX xodimi to'xtatganda biladi. Bu holatda bahslashishdan foyda yo'q, chunki tizimda muddat ko'rinib turadi. Shuning uchun mashinangiz bo'lsa, bugunoq 3 narsani tekshiring. Sug'urta muddati, jarimalar, avtomobil hujjatlari kimning nomida ekani. Kim xavotir olish kerak? Birinchi navbatda qarzdorligi borlar, hujjatlari eski ma'lumotda turganlar, ijara yoki savdoni og'zaki yuritayotganlar, bank kartasiga muntazam tadbirkorlik tushumlari olayotganlar, avtomobilni norasmiy sotganlar, kommunal hisob kitobni tekshirmaganlar, ijtimoiy yordam uchun ariza berishni rejalashtirayotganlar. Kim o'rtacha tashvishlanmasligi kerak? Hujjatlari tartibli, to'lovlarni vaqtida qiladigan, faoliyatini rasmiy yuritadigan, shaxsiy kabinet va SMS xabarlarini kuzatadigan odamlar. Lekin hatto shunday odamlar ham kamida bir marta umumiy tekshiruv qilib qo'yishi kerak. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi tuzoq, mening nomimda emas, menga aloqasi yo'q degan fikr. Masalan, uy otangiz nomida, lekin siz yashaysiz.
kommunal qarzdorlik chiqsa, oilaning ichida baribir muammo sizga ham ta'sir qiladi. Avtomobil akangiz nomida, lekin siz haydaysiz. Jarima akangizga boradi. Keyin oila ichida tushunmovchilik bo'ladi. Bank kartasi onangiz nomida. Lekin siz savdo tushumlarini shu kartaga olasiz. Ertaga savollar onangizga berilishi mumkin. Shuning uchun foydalanayotgan mulk, karta, telefon raqami va shartnomalar kimning nomida ekaniga jiddiy qarang. Ikkinchi tuzoq og'zaki kelishuv. O'zbekchada ko'p narsa ishonch bilan qilinadi, lekin moliyaviy masalada ishonchning yonida hujjat ham bo'lishi kerak. Ijarada ham, qarz berishda ham, xizmat ko'rsatishda ham, oldindan to'lov olishda ham yozma iz qoldiring. Bu albatta katta notarial shartnoma bo'lishi shart emas. Lekin to'lov cheki, bank o'tkazmasi izohi, oddiy yozma kelishuv, elektron yozishma, hisob faktura yoki dalolatnoma bo'lsa, keyin o'zingizni himoya qilasiz. Masalan, usta uy ta'miri uchun 5 million so'm oldindan oladi. Uy egasi pulni naqd beradi. Chek yo'q, yozishma yo'q. Keyin ish kechiksa yoki sifatsiz bo'lsa, isbotlash qiyin bo'ladi. Agar bank orqali oshxona ta'mir uchun oldindan to'lov deb yuborilsa, dalil ancha kuchli bo'ladi. Uchinchi nozik jihat. Qarzdorlikni faqat bitta joydan tekshirish yetarli emas. Kommunal qarz alohida, jarima alohida, soliq alohida, kredit alohida, aliment yoki ijro hujjatlari alohida bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar bank ilovasida qarz ko'rinmasa, hammasi joyida deb o'ylaydi. Aslida esa davlat xizmatlari portali, soliq ilovasi, kommunal xizmat ilovalari yoki tegishli tashkilot kabinetida boshqa ma'lumot chiqishi mumkin. Men tavsiya qilaman, har oy kamida bir marta barcha asosiy majburiyatlarni tekshiring. Bu 20 daqiqa vaqt oladi, lekin 100 minglab so'mlik kutilmagan xarajatdan saqlaydi. 4-nozik jihat chegirmalar va muddatlar. Ayrim jarimalar yoki to'lovlarda muddat ichida to'lash orqali yengillik bo'lishi mumkin. Lekin bu imkoniyat doimiy emas. Siz kechiksangiz, tizim avtomatik tarzda to'liq miqdorni talab qiladi. Masalan, haydovchi jarimani vaqtida ko'rsa, belgilangan muddatda kamroq to'lash imkonidan foydalanadi. Lekin telefon raqami eskiligi sabab xabar kelmasa, u bu imkoniyatni yo'qotadi. Shu sababli rasmiy kabinetdagi telefon raqamini yangilash oddiy texnik ish emas. Bu real pulni tejaydigan ish. 5-nozik jihat oila tarkibi va daromadni noto'g'ri tushunish. Ijtimoiy yordam yoki subsidiya masalasida ko'p odam mening qo'limga pul kelmayapti, demak daromad yo'q deb o'ylaydi. Lekin tizim rasmiy ish haqi, shartnoma asosidagi to'lov, pensiya, nafaqa, stipendiya, ayrim mulk va boshqa ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Agar oila a'zosi boshqa shaharda ishlayotgan bo'lsa, lekin oilaviy tarkibda tursa, uning daromadi ham hisobga olinishi ehtimoli bor. Shuning uchun ariza topshirishdan oldin oilaviy tarkibni va rasmiy ma'lumotlarni tekshirib chiqing. Kim qayerda ro'yxatda, kim rasmiy ishlaydi, kimning nomida mulk bor, kimning nomida avtomobil bor. Bularning barchasi muhim. 6-nozik jihat firibgarlik xavfi. Har qanday o'zgarish davrida firibgarlar faollashadi. Ular 1 avgustdan yangi tartib chiqdi. Pulingizni tekshirib beramiz. Jarimangizni yo'q qilib beramiz. Subsidiya chiqarib beramiz. Navbatsiz hujjat qilib beramiz deb odamlarni aldashi mumkin. Men qat'iy aytaman. Parol, SMS kod, bank karta raqami, PIN kod, pasport nusxasi va elektron imzo kalitini hech kimga bermang. Davlat xizmati bo'lsa, rasmiy portal yoki rasmiy idora orqali qiling. Kimdir telefon qilib shoshiltirsa, qo'rqitsa, hozir qilmasangiz kech bo'ladi desa. Bu eng katta xavf belgisi. Rasmiy idora sizdan bank kartangizning maxfiy kodini so'ramaydi. 7-nozik jihat eski hujjatlar. Ayrim odamlarning kadastr hujjatlari, nikoh yoki ajrim hujjatlari, meros hujjatlari, avtomobil oldi sotdi hujjatlari, diplom, guvohnoma yoki boshqa ma'lumotlar eski shaklda bo'lishi mumkin. Eski hujjat har doim yaroqsiz degani emas, lekin undagi ma'lumot tizimda to'g'ri aks etishi kerak. Masalan, uy meros orqali o'tgan, lekin kadastrda hali eski egasi ko'rinadi. Oilada hamma uy bizniki deb biladi, lekin rasmiy tizimda bunday emas. Ertaga sotish, garovga qo'yish, subsidiya, kommunal ulash yoki boshqa masalada muammo chiqadi. Shuning uchun mulk hujjatlarini alohida tekshirish kerak. Endi men sizga aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport muddati, yashash manzili, telefon raqami, oilaviy holat, bolalar hujjatlari, haydovchilik guvohnomasi, avtomobil hujjati, kadastr hujjati, bularni bir joyga yig'ing. Agar hujjat muddati tugayotgan bo'lsa, Davlat xizmatlari markaziga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga murojaat qiling. Muddati tugashini kutmang, chunki avgust oyida ko'p odam hujjat bilan shug'ullanadi va navbat ko'payishi mumkin.
Ikkinchi qadam. Barcha qarzdorliklarni tekshiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik chiqindi, internet, mobil aloqa, soliq, jarima, kredit bo'lib to'lash, aliment yoki ijro hujjatlari bo'yicha ma'lumotlarni ko'ring. Har birini alohida yozib chiqing. Qancha qarz bor, oxirgi to'lov qachon, keyingi to'lov muddati qachon. Agar qarz katta bo'lsa, birdan yopishga qiynalsangiz, tashkilotga borib bo'lib to'lash, qayta hisoblash yoki tushuntirish imkoniyatini so'rang. Eng yomon yo'l qarzni ko'rib turib ham e'tiborsiz qoldirish. Uchinchi qadam, kommunal hisoblagichlarni suratga oling. Elektr, gaz va suv hisoblagich ko'rsatkichlarini o'yning boshida va oxirida rasmga tushiring. Suratlarda sana saqlanadi. Bu keyin nizoli vaziyatda yordam beradi. Agar hisoblagich ishlamayotgan bo'lsa, darhol tegishli xizmatga murojaat qiling. Keyin aytaman deb yurish noto'g'ri. Chunki ishlamayotgan hisoblagich uchun hisob kitobsiz kutmagan tartibda chiqarilishi mumkin. 4-qadam, bank va soliq harakatlaringizni tartibga soling. Agar siz tadbirkorlik qilsangiz, tushumlarni shaxsiy pul bilan aralashtirmang. Savdo uchun alohida karta yoki hisobdan foydalaning. Mijozdan pul olganda izoh yozdiring yoki elektron chek bering. Xarajatlaringizni ham qayd qiling. Mahsulot sotib oldingizmi? Yetkazib berish to'ladingizmi? Reklama qildingizmi? Hammasining cheki yoki yozuvi bo'lsin. Bu sizga nafaqat tekshiruvda, balki o'z biznesingiz foydasini tushunishda ham yordam beradi. 5-qadam. Ijtimoiy yordam yoki subsidiya olmoqchi bo'lsangiz, arizadan oldin tayyorlaning. Oilaviy tarkib, daromad, mulk, avtomobil, bank ma'lumotlari, nogironlik, kasallik, ishsizlik yoki boshqa asoslarni tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ing. Arizada yolg'on yozmang. Agar nimanidir bilmasangiz, mahalla, davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy maslahat kanali orqali aniqlashtiring. Bitta noto'g'ri raqam yoki eski ma'lumot butun arizani rad etishga sabab bo'lishi mumkin. 6-qadam. Haydovchilar alohida tekshiruv qilsin. Jarimalarni ko'ring, sug'urta muddatini tekshiring, texnik ko'rik talabini aniqlang, avtomobil kimning nomida ekanini tasdiqlang, agar mashinani sotgan bo'lsangiz. Lekin nomi hali sizda turgan bo'lsa, bu masalani cho'zmang. Agar ishonchnoma bilan haydayotgan bo'lsangiz, muddati tugamaganini ko'ring. Yo'lda to'xtatilganda hujjat qidirib qolishdan ko'ra oldindan 10 daqiqa vaqt ajratish yaxshiroq. 7-qadam, oilaviy byudjetni qayta hisoblang. Avgustdan keyin o'quv yili tayyorgarligi, ijara, kommunal to'lovlar, kreditlar va kundalik narxlar oilaga bosim qilishi mumkin. Men tavsiya qilaman. Daromad va xarajatni 3 ustunga yozing. Birinchi ustun majburiy xarajatlar, ijara, kredit, kommunal, oziq-ovqat, transport. Ikkinchi ustun zarur, lekin moslashuvchan xarajatlar, kiyim, ta'mir, aloqa, darslik. Uchinchi ustun kechiktirish mumkin bo'lgan xarajatlar, katta xaridlar, ortiqcha obuna, rejasiz sayohat, qimmat sovg'alar. Shunda qaysi joyda tejash mumkinligini ko'rasiz. Masalan, oila oyiga 8 million so'm topsa, majburiy xarajat 6 million 500 ming so'm bo'lsa, qolgan 1 million 500 ming so'mni rejasi ishlatishi xavfli. Kamida 500 ming so'm favqulodda zaxiraga ajratish kerak. 8-qadam, barcha muhim hujjatlarning nusxasini tayyorlang. ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, kadastr avtomobil hujjati, diplom, mehnat daftarchasi yoki mehnat faoliyatiga oid ma'lumotlar, shartnomalar, to'lov cheklari. Bularning suratini telefoningizda va imkon bo'lsa bulutli saqlash joyida saqlang, lekin maxfiy hujjatlarni begonalarga yubormang. Ayniqsa elektron raqamli imzo kaliti, SMS kod va bank ma'lumotlari bilan ehtiyot bo'ling. 9-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Men har doim aytaman. Telegramdagi har bir xabar qonun emas. Rasmiy vazirliklar, davlat xizmatlari portali, soliq qo'mitasi, mahalliy hokimliklar, banklar va kommunal tashkilotlarning rasmiy sahifalarini tekshiring. Agar biror yangilik sizga ta'sir qilsa, uning sanasi, kimga tegishli ekani, qaysi hududda amal qilishi va qanday hujjat asosida joriy etilganini ko'ring. Ba'zan xabar sarlavhasi qo'rqinchli bo'ladi, lekin matnni o'qisangiz, u faqat ayrim toifadagi shaxslarga tegishli bo'ladi. 10-qadam, muammo chiqsa, og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Tashkilotga borsangiz, yozma ariza qoldiring yoki elektron murojaat yuboring. Arizada ism, familiyangiz, telefon raqamingiz, manzilingiz, muammo mazmuni, sanalar, to'lov raqamlari va ilova hujjatlarini aniq yozing. Menga yordam bering deb umumiy yozishdan ko'ra, falon sanada falon hisob raqamga falon miqdorda to'lov qildim. Lekin tizimda qarzdorlik ko'rinmoqda. Qayta hisob kitob qilib berishingizni so'rayman deb yozish ancha samarali. Ariza raqamini saqlab qo'ying.
keyin javob talab qilish oson bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, 1 avgustdan keyingi o'zgarishlarning eng katta mazmuni shuki, har birimiz hujjat to'lov, qarzdorlik, daromad, mulk va shaxsiy ma'lumotlarga jiddiyroq qarashimiz kerak. Bu vahima uchun emas, tartib uchun kerak. Hujjatlar tartibli bo'lsa, qarzdorliklar nazoratda bo'lsa, telefon raqamingiz yangilangan bo'lsa, faoliyatingiz rasmiy yuritilsa, siz ko'p muammolardan oldindan himoyalanasiz. Eng ko'p zarar ko'radigan odam qonunni bilmagan, bildirishnomani o'qimagan, hujjatni tekshirmagan va keyin qilaman deb yurgan odam bo'ladi. Bugunoq o'zingiz va oilangiz uchun kichik tekshiruv qiling. Hujjatlar, kommunal to'lovlar, jarimalar, kreditlar, ijara, avtomobil, ijtimoiy yordam va bank tushumlarini birma-bir ko'rib chiqing. Agar biror xato topsangiz, kechiktirmasdan rasmiy yo'l bilan tuzating. Shu video ostida yozing. Sizning 1 avgustdan keyin eng ko'p qaysi o'zgarish xavotirga solyapti? Kommunal to'lovlarmi, jarimalarmi, hujjatlarmi, nafaqami, tadbirkorlikmi yoki ta'lim xarajatlarimi? Fikringizni kommentariyada qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir o'zbekistonlikka kerak bo'lishi mumkin.